Bugun qizil ko'z sindromi haqida ma'lumot bermoqchiman. Qizarishni ortida turli xil kasalliklar bo'lishi mumkin. Qon quyilish bo'lib qopti deyishadi. Stress bo'lgan bo'ladi, bosh qattiq og'rigan bo'ladi, davleniyasi ko'tarilgan bo'ladi. Allergiya holati bo'lishi mumkin yoki shamollash holati bo'lishi mumkin. Ko'p vaqtda telefonda o'tirganda ko'zi qizarib ketadi. Qon tomirlar zo'riqib, qon aylanishi kuchayib boradi. Ayol kishilar ko'ziga surma surganda o'shanga reaksiya juda ham to'q qizarish bo'ladi. Quyoshga qaramay qoladi. Chunki bu organizmni himoya reaksiyasi bo'ladi. Insultda oldi yoki infarkt oldi birinchi belgilari bo'lishi mumkin. Bugun qizil ko'z sindromi haqida ma'lumot bermoqchiman. Qizil ko'z sindromi turli xil kasalliklarda turli xil ko'zda qizarish bo'lishi mumkin. Birinchi bemorlarimiz aytadiki, ko'zim qizarib ketdi yoki bolamning ko'zi qizarib ketdi deb turli xil rasmlarni yuborishadi. Telegramlardan, telefonlardan yoki olib kelishadi. Yoki qarindoshlari shuni ko'rib qo'ying, ko'zida qizarish bo'lishi mumkin. Lekin qizarishning ortida turli xil kasalliklar bo'lishi mumkin. Birinchi qizarish sindromi bu quruq ko'z sindromida, ya'ni bunda ko'p vaqtda telefonda o'tirganda yoki ko'p vaqt kompyuter oldida o'tirganida ko'zi qizarib ketadi. Nima uchun kompyuter oldida ko'zi qizarib ketadi? Ko'zning qizarib ketishining asosiy sababi o'rtacha 2 soat kompyuter oldida o'tiradigan insonlarning ko'zi har 2-3 minutda ko'zini yumib ochish kerak bo'ladi. Lekin kompyuter oldida o'tirganda ko'zini yumib ochmaydi va 10 minutda bitta ko'zini yumib ochish mumkin yoki 3 minut, 5 minutda ko'zini bitta yumib ochish mumkin. Ko'zni har 2-3 minutda ko'zini yumib ochadigan insonlarda ko'zning ustida plyonka, ya'ni ustida yog'li qobiq hosil bo'ladi. Bu yog'li qobiq ko'zni ustidagi suyuqlikni bug'lanib ketishini oldini oladi. Kompyuter oldida ko'zni yummasdan qarab o'tirgan insonlarda ko'zni ustidagi yog'li qavati kamayib, ko'zni ustidagi suyuqlik qavati bug'lanib ketadi. Buning natijasida ko'zni ustida quruqlik paydo bo'ladi. Ko'zni ustidagi quruqlikni kompensatsiya qilish uchun qon tomirlar zo'riqib, qon aylanishi kuchayib boradi va kompyuterda uzoq vaqt o'tirgan yoki telefonda uzoq vaqt tomosha qilib o'tirgan insonlarning ko'zi qizarib ketadi. Bunaqa ko'zni qizarishi mamlaqa sagal qizarishi, ya'ni och pushti rangda qizarish bo'ladi va ko'zda tiqilishlar bilan o'tadi. Keyingi qizarish bu juda ham ko'zni qizarib ketishi, juda ham to'q qizarib ketishi. Qanaqa holatlar bo'ladi? Allergiya holati bo'lishi mumkin yoki shamollash holati bo'lishi mumkin. Allergiya ko'pincha ikkita ko'zdan bo'ladi va allergiya tez rivojlanadi. Misol uchun hayvonlarni oldiga borganda yoki qanaqadir noto'g'ri ovqat yeb qo'yganda yoki qanaqadir kimikal moddalarni qabul qilganda yoki ayol kishilar ko'ziga surma surganda o'shanga reaksiya kuchayib ketib, ko'zi tez qizarib ketadi va qizarish juda ham to'q qizarish bo'ladi. To'q qizarib ketgandan keyin ikkita ko'zda bo'ladi va yoshlanish bo'ladi va quyoshga qaramay qoladi bu insonlar. Alkogol ichgan insonlarning ko'zi qizarib ketadi. Nima uchun ko'zi qizarib ketadi? Alkogol ichgan insonlarning ko'zini qizarishiga sabab, birinchi sabab bunda bosh og'rig'i bo'ladi. Ya'ni bunda opiyeniya deyiladi, ya'ni mastlashish bo'ladi alkogolda va bosh miyada qon aylanishi tezlashib ketadi va ko'zdagi qon tomirlarda ham qon oqimi tezlashib ketadi. Chunki bu organizmni himoya reaksiyasi bo'ladi. Ya'ni organizmda katta stress bo'lyapti, ya'ni alkogol kirgan va organizm uni chiqarib yuborish uchun harakat qiladi. Undan tashqari mast holatda miyadagi gormondagi o'zgarish bo'ladi va ko'rishda ham o'zgarish bo'ladi. Ya'ni kortizol miqdori oshib ketadi. Kortizol miqdori oshish hisobiga qon tomirdagi qonni oqimi tezlashadi va qon tomir kengayishi bo'ladi. Shu sababli ko'zda qizarish va ko'rish pasayishi bo'lishi mumkin. Uchinchi ko'z qizarishi. Ko'pincha bunaqa ko'z qizarish, ya'ni ko'zni yarmida qon quyilish bo'lib qopti deyishadi. Qon quyilish qachon bo'ladi? Qachonki bir kun oldin o'sha insonlarda stress bo'lgan bo'ladi, bosh qattiq og'rigan bo'ladi, davleniyasi ko'tarilgan bo'ladi. Bu holatlar juda ham xavfli holat hisoblanadi. Bu holat
qon quyilish, giposfagma deyiladi. Shilliq qavatni tagiga qon quyilish bo'ladi. Bunaqa holatlarda ko'rish o'tkirligi o'zgarmaydi, yoshlanish, achishish bo'lmaydi, faqatgina qizarib qolgan bo'ladi. Inson o'zi ham sezmaydi, yon atrofdagilari "Voy, ko'zingiz qizarib qopti" deb aytishganingizdan keyin oynaga qarasa, ko'rgan bo'ladi, ko'zi rostdan qizarib qolgan bo'ladi. Bunaqa holatlarda biz nimani tavsiya etamiz? Birinchi o'rinda kardiolog va nevropatolog ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Ko'zni tagidagi qon quyilish juda ham xavfli qon quyilish bo'ladi. Bunday qon quyilishlar miyaga ham qon quyilishlar bo'lishi mumkin yoki yurakdagi qon tomirlar yorilib ketib, asoratlar berishi mumkin. Yurakka qon tomiri yorilib ketishi infarktga, miyadagi qon tomiri yorilib ketishi insult asoratlari bo'lishi mumkin. Bu birinchi belgilari bo'lishi mumkin. Insultda oldi yoki infarkt oldi birinchi belgilari bo'lishi mumkin. Ko'zdagi muammolar bo'lmasa ham, kunlar qizarish bo'lsa, o'zi o'tib ketadi deb 1-2 kunda sag'al qizarib o'tib ketadi yoki oldin ham bo'lgan edi, o'zi o'tib ketdi, shu bilan yana o'tib ketadi deb bunaqa qizarishlarga yuzaki qarash kerak emas. Bunaqa holatlarda ko'z doktoriga birinchi murojaat qilish kerak bo'ladi. Ko'zni ichidagi qavatlarda ham qon quyilish bormi, yo'qmi ko'rib berishimiz kerak bo'ladi. Keyingi murojaat qiladigan shifokorlari bu yurak doktorlari va nevropatolog miyani tekshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun kardiolog va nevropatologlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. 4-qizarish qizg'ishroq sarg'ish qizarish deyiladi. Bolamda allergiya bor, necha yildan beri, 2-3 yildan beri ko'zi sarg'ish qizarib yuradi. Har xil dorilar qilamiz, sag'al yaxshi bo'ladi, yana sarg'ish qizarish bo'ladi, ya'ni qizarish deyshadi, sarg'ish deyishmaydi, qizarish bo'ladi deb olib kelishadi yoki katta yoshdagilar insonlar aytishadiki, ko'zi doim mana shunaqa sariqroq bo'lib turadi, aytishadi, sal saruvroq bo'lib turadi deb aytishadi. Bu holat ham xavfli holat hisoblanadi. Bu holatlarda jigar doktoriga uchrashish kerak bo'ladi. Bu holatlarda organizmda ferment miqdori yuqori darajada bo'lishi sababli bo'lishi mumkin, ya'ni oqsil qavati, ya'ni sklerani sarg'ayishi, oqligini yo'qolishi hisobidan bo'ladi. Ha, allergiyaga o'xshab qizarish bo'ladi, achishish, yoshlanish bo'ladi. Chunki bu yerda ferment yuqoriligi qizarish, achishishlarga olib keladi. Bu holatlarda jigar doktoriga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu holatlarda saruv kasal, ya'ni bizda saruv kasal deyshadi, gepatit bo'lishi mumkin. Gepatitni og'ir darajasiga olib kelishi mumkin bu holatlar. Og'ir darajasida bunaqa holatlar kelib chiqadi ko'pincha. Shuning uchun bu holatlarda jigar doktoriga, ya'ni gepatologga borish kerak bo'ladi. Yana qip-qizil sindrom bo'ladi. Ya'ni ko'zni bitta tomoni emas, ikkita tomoni qizarib ketishi mumkin bo'ladi. Bunaqa holatlarda ko'zni ko'rishi ham pasayib ketadi. Ko'rishni pasayishi, qizarishi qaysi holatlarda bo'ladi? Ko'pincha ko'zni ko'rishi pasayishi, qizarib ketishi glaukoma bo'lishi mumkin. Glaukoma asorati, glaukoma krizi bo'lishi mumkin. Glaukoma krizida ko'rish yo'qoladi va bu ko'rish yo'qolishi tiklanmasligi mumkin. Bu ko'rlik oldidan ham shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'z doktoriga ko'zim qizardi deb kelganda ko'zni yuqori bosimi bilan biz ko'ramiz bunaqa holatlarda. Ko'zni yuqori bosimni tushirish kerak bo'ladi. Agarda bunaqa qizarish bilan uzoq vaqt yuqori bosim bilan yursa, yuqori bosim nerv tolalarini siqib, nerv tolalari keyinchalik nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bunday qizarish ko'pincha quruq ko'z sindromida bo'lishi mumkin. Bunday qizarish ko'pincha allergiyada bo'ladi. Bunday qizarish jigar kasalliklarida bo'ladi. Bunday qizarish glaukomada bo'lishi mumkin. Bunday qizarish ko'pincha bosh miyadagi o'zgarishdan oldingi holatlar, ya'ni insult yoki yurakdagi o'zgarish bo'lishidan oldingi holatlar, ya'ni insult va infarkt oldi holatlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha gipertonik insonlarda bunday qizarish bo'ladi. Agarda sizda shunday qizarishlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qizarishlar turiga qarab biz sizga tashxis qo'yamiz va kerakli davolash muolajalarini tavsiya etamiz. Bunaqa holatlarda ko'zni qizarishini qanaqadir dori, antibiotiklar bilan yoki allergiyaga qarshi deb o'zicha ko'z tomchilarini tomizib yurish kerak emas. Bu holatlarda ko'pincha
ko'zni bosimini tekshirish kerak bo'ladi. Ko'zni bosimi yaxshi bo'lsa kerakli boshqa muolajalar qilamiz yoki ko'zni bosimi baland bo'ladigan bo'lsa ko'zni bosimini tushirishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa holatlarda ko'zni saqlab qoluvchi muolajalarni qilamiz. Bunaqa holatlar juda ham yomon holatlar bo'ladi. Yana oddiy qizarish deb aytdik, lekin oddiy qizarishni ostida yana boshqa kasalliklar. Mayli ko'zida bakteriya bor deb antibiotik tomizib yurish kerak emas. Buni ko'zni ustki qismlari, ya'ni shoh partada dog' qolib ketishi mumkin. Bu dog' turg'un doimiy dog' bo'ladi va doimiy ko'zni xiralashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirchalik sizga beradigan ma'lumotlarimiz shu: qizarishni bir-biridan farqlashi va ikkilamchi nima uchun biz sizlarga yana qo'shimcha tekshiruvlar kerakligini, yana qo'shimcha analizlar topshirish kerakligini tushuntirib o'tdik. Shuning uchun bunaqa holatlarda oddiy qizarish ekan deb oddiy o'zingiz aptekaga borib, aptekadan ko'zim qizardi, qanaqadir dori bergan emas, albatta ko'z doktoriga borib, kerak bo'lsa yana qo'shimcha doktorlarga borib murojaat qilishinglar to'g'risida ma'lumot berib o'tdik. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, videolarimizga like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.